Sizda ham shunday bo'lganmi? Bir insonga qarab turib qanchalik aqlli, qanchalik beg'ubor, xullas ularning barcha fazilatlari qani edi sizda ham bo'lsa deb o'ylab qolasiz. Nima uchun ularda bor ne'mat sizda yo'q? Xulosa qilishga shoshilmang, sizga bir sirni aytaman. Bilasizmi, qandaydir bir insonga havas qilasiz, chunki ularning fazilatlari ham sizda bor. Faqat siz hali ularni to'liq tan olmagansiz yoki rivojlantirmagansiz. Bu professorlar tarafidan ham isbotlangan. Shuning uchun har safar kimgadir qarab unga o'xshay olmayman deb hisoblasangiz adashasiz, chunki siz allaqachon shunday chiroyli, shunday iqtidorlisiz. Faqatgina u inson qayerdadir ichingizda. Siz uni izlab topishingiz va tarbiyalashingiz kerak. Yana bir sirni aytib ketay. Butun dunyo bo'ylab islom dinini tan olganlar faqatgina 25% ni tashkil etadi. Tasavvur qiling, milliardlab insonlar ichidan Alloh sizni tanladi va sizni sevdi. Iltimos, o'zingizni qo'lga oling. Hayot ha demay tugaydi. Kech bo'lmasdan hoziroq uyg'oning. Allohga tavakkal qiling va boshlang.